Bugungi globallashuv davrida xalqaro terrorchilik tashkilotlarining diniy aqidaparastlik g'oyalari internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqalmoqda. Ushbu g'oyalarga qo'shilish, shuningdek qonunchilikka muvofiq taqiqlangan diniy mazmundagi audio va video materiallarni boshqalarga yuborish yoki tarqatish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ayniqsa bunday axborotlarning tanishlar o'rtasida yoki yopiq guruhlarda tarqatilishi ham javobgarlikdan ozod etmaydi. Shu ma'noda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida diniy ekstremistik oqimlar hamda xalqaro terrorchilik tashkilotlari targ'ibotchilarining g'oyaviy ta'siriga tushgan shaxslar aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalaridan birida tahsil olayotgan G'allarol tumani Jiydali mahallasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro tumanning Oqtosh mahallasida istiqomat qiluvchi 2002-yilda tug'ilgan shaxs bilan birgalikda internet tarmog'idagi Telegram messenjerida guruh tashkil etgan. Mazkur guruhlar orqali ular diniy ekstremistik oqimlar va xalqaro terrorchilik tashkilotlari g'oyaviy targ'ibotchilarining qonun bilan taqiqlangan diniy mazmundagi audio va video materiallarini tarqatib kelgan. Shu yo'sinda tumanning Jiydali, G'obdin, Lalmikor, Navro'z, Navbahor, Xo'jakabud va Yashnobod mahallalarida istiqomat qiluvchi 18 nafarga yaqin shaxs jalb etilgan, virtual jamoat shakllantirilib, ekstremistik g'oyalar muhokama qilingan hamda turli kontentlar o'zaro almashilgan. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlarining hamkorlikdagi tadbirlar natijasida ushbu 2 nafar shaxs protsessual tartibda ushlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, 9 nafar shaxs ma'muriy qamoqqa olindi. 7 nafar fuqaro bilan esa profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularga qonun talablari va bunday qilmishlarning huquqiy oqibatlari atroflicha tushuntirildi. Qisqasi, fuqarolar, ayniqsa yoshlar, har qanday axborot manbasiga tanqidiy yondashishi, taqiqlangan materiallarni tarqatmasligi va shubhali guruhlarga qo'shilmasligi zarur. Jinoyat uchun esa jazo muqarrar. Jamiyat tinchligi, mamlakat xavfsizligi va kelajak avlod taqdiri esa har birimizdan qonunga itoatkorlik va yuksak mas'uliyat talab qiladi.